Uzumingiz chiriyaptimi yoki bandi kechaklari tushib sifatini qochiryaptimi? Albatta siz ham biz qilayotgan ishni qiling. Mana biz bog'larga har tip uzumning tagiga bir mana shunaqa g'altak dars tashlab kelyapmiz. Mol go'ngi, qo'y go'ngi ham bo'laveradi. Uzumning chirishni oldini, bandi kechakdan oldini olishimizga deyishimizga sabab bu mol go'ngi uzumimizga juda ham zo'r effekt beradi, juda ham zo'r oziqlantiradi. Uzum ham mol go'ngini juda ham sevadi. Qo'y go'ngi ham bo'laveradi. Uzumga effekti juda ham zo'r beradi. Bu oddiy toyf uzumlari. Oddiy toyf uzumlariga mana shunaqa bir g'altak go'ng tashlab chiqsangiz, siz ham gigant uzum bo'lib ketishi mumkin. Ko'p odam uzum mayda qoladi deydi. Mana shunaqa go'ng tashlang, uzumingiz mayda bo'lmaydi, yirik bo'ladi, donlari qattiq bo'ladi, chirishning ham oldini oladi. Nega deganda bunga yetarli oziqa bo'lsa, har xil bandi kesaklari va chirishga qarshi kurasha oladi uzumimiz. Agar uzumimizga dars bermay, hech nima bermay, faqat mineralniy, ximический dorilarni berib nima qilsak, uzumimiz chirishi, bandi kesaklari ko'payishi mumkin. Xuddi bu ham odamdek gap. Uzumlarni ham immunitetini ko'tarishimiz kerak. Immunitet yuqori bo'lsa, uzumlarimiz juda ham sifatli bo'ladi. Siz ham iloji bo'lsa erta bahordan salqinda tashlash kerak bu darsni, mol go'ngini. Biz kech qoldik, shuning uchun kechdan ko'ra kech yaxshi deb tashlab yuribmiz. Issiqda kuydirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun erta bahordan tashlash kerak. Bizga like bosing, obuna bo'ling.